Aziz ayollar, agar sizda fibroz mastopatiya, kistalar, miomalar, tuxumdonlarda kistalar, qalqonsimon bezda tugunli kistalar bo'ladigan bo'lsa, albatta o'zingizni mana shu gormonga tekshiring. Chunki bu gormonda buzilish mana shunaqa organizmda turli xil kistalar va biriktiruvchi to'qimali tugunlar paydo bo'lishiga, o'sib ketishiga olib keladi. Va bu ham bo'lsa insulin gormoni. Ya'ni insulin rezistentlik bor bo'lgan ayollarda fibroz mastopatiya, fibroz kistoz mastopatiya, mioma, tugunlar, qalqonsimon bezda, tuxumdonlarda kistalar paydo bo'ladi va hattoki endometriyni qalinlashib ketishi, endometriy kasalliklari ham paydo bo'lishi mumkin va bularga hammasiga mana shu insulin gormon sababchi.